Assalamu alaykum. Tordaşlar, yaxşımısızlar? Yaxşı turdunlarmı? Yaqindan beri o Avropaga kevatqanlar temasida bəkçiq paranlar bovatıdı. Anandikin bu paranlarga menden ayrım xanamda bəkçiq adamlar siz qandaq kəlgəndiniz, qandaq boğan degəndək suallarını sorudu. Avazım yaxşı mı bilmedim. Avazım yaxşı olsa gəqib qoysanlar buludu. Mən onundan ilgiri xeyli jiq qətim mening özümdənki kəlgən kimi şu nimege Norvegiya kəlgən jarayonimni bu naq maydonlarda qisqa qisturgan bolsam mı məxsus bir tema qatarda demeptikenman. Şunu bugün bir dep ötey dedim. Mən 2010 Norvegiya keldim. Hayatımdaki en aqilane kararım Norvegiya kelganligimda. Anandaki en dötlük qilgan yerim mushu safarimni faqat uqmagan, hech qandaq bir bilim yo'q, chet elga kelish bilimim yo'q holatda mushu yo'lni tanlab qochoqchilar, Norvegiyaga kelib baxmagan bir qochoqlar, qochoqchilik hayatını beşidən keçirmegen adamga ishonganligim hayotimdagi eng cho'ng dötlügüm deb hisoblayman. Bu dötlügümni ma bir nuqtadan deb beray. Aslida ma hozir aqimga qarab o'ylasam, bu dötlügüm nima desanglar, pasportni yirtib atganligimda. Men vizasiz keldim Norvegiyaga. Vizasiz kelgan odamlar hergizmi pasport yırtmaslık gerek. Çünkü pasportun üstüde tam vize bo'lmagandan keyin o'ttiz saqchini oldiga berib siyosiy panohlik tilasangiz bo'ladigan ishkan to'q. Bu siyosiy panohlik tilash bütün yerlar aylanib bo'lib, u yer bu yerlarga kelib bo'lib siyosiy panohlik tilashga o'xshamaydi ekan. Men o'ttiz saqchini oldiga chiqdim. Bizni yo'lga sağanlar nima degandi? Voy, siz berip aşağıda aerodromga tushib, anandakin aerodromda bir kafe içib etib, anandaki bizga telefon urib etib, techaman keldik deb, anandaki siyosiy panohlik tilaysangiz bo'ladi degandikin, sizlar berib baqqanmi demaylar, amaliyot berib baqmagan Turkiyada yashagan insonlar. Men rost siyosiy panohlik ashuna degandek panohlik tilaydigan o'xshayman deb, deb chiqdim aeroplanga. Aeroplanda dötlügümden qanchalik dötlügümni men sizlarga hozir deb berman. Odam dötlügini cho'qim e'tirof qilish kerak. Men e'tirof qilman o'zimning dötlügimni. Shuningga dedimda aeroplanga chiqdik. Boya eliq shunchalik tasda pasportni yirtdim. Ya bir qaychi yo'q, ya pichoq yo'q, ya beritva yo'q. Beritvani elib olsam, beritvani o'tkazmadi. Shuni bilan qo'pib aeroplan bir narsa qilib oboniga kirib yurib, o pasportning qattiqligi kesish jarayonida tirnoq og'ushda bir narsa qilib yurib kesib, qo'l yuydigan yana ostidagi axlatga tashladik. Anadagi tashlab bo'lib, keynidan yana bir yerimini yirtib olmay yana kirimiz, yana qilib ashta qilib yurib tashlab tugatdik. Anadaki aeroplan to'xtaganda o dolla saqchining oldiga mundaq sim to'saqni oldiga chiqir ekansiz. Hayron qolgan yerim o nerdagi kafexona, o nerdagi telefon uradigan ish, o hozirgidek Wi-Fi mi yo'q. Ashta holatda o dolla saqchining oldiga berish to'g'ri keldi. Shuni men yon tarafda bir oburni bor ekan. Oburniga kirib, yuzimni bir juvitib, tova Zumrat, sen dört olmasan o vaqtda ismim Zulfiye. Sen dört olmasan muş kepaqkan adamla demese, kepaqmagan adam sana yol gösterse muşunun işenginini qara deb bir sağib etib anandikin kirib, saqchiga men siyosiy panohlik tilayman dedim. Desem kimligimni ko'rsatdim. Ko'rsatsam, "Ya pasporting bor" deydi. "Ya pasportim yo'q" desem, "Aeroplan qanday pasportsiz chiqsa" dedi. Degandikin şo'nglan pasportimni tashlab atdim, yirtib atdim dedim. Desem nega dedi. Shu tualetga tashlab atdim desem, keynidan uni birdan ochib palaydiganda kiyib, bunda bir so'lov xaltini, plastik xaltini elib og'zi etildigan kirib chiqib shu
Açık değil, parçalayıp etken pasportni. Anki asli bunda kılmaslık gerek dedi. Degendikken gınkımıdım. Kımay olturup turduk. Tursak ak taraftan bir yer akirdi. Mişad olturup sizlerni şu köşmeler idarasındaki sakçı kilip ekti doğu dedi. Ama akılda oltadık uyardı. Cuma günü oğalık için şunda uzun bilinip gitti. Tamga karayımız hiç yerde bir eynek mi yok. Ayakka karayma, mayakka karayma. Bir yerde bir Uygur'un biz mi kep bakkan hatırcan bulunla degen bir xetni köydük Uygurca xetni. Şununla yani bir hatırcan bulduk. Bir 4 saatten keyin, yo'q, 4,5 saatdan keyin bir saqchi keldi. Kelib bizni sizlarniki bagaj bormidi degandi batdi. Lekin hamda oxirgi bekat Xitoy bo'lgandan keyin shu yoqqa ketgan bo'lishi mumkin dedik. Shuning bilan o aylanmada bilet bo'ldi deyishdik. 3 yutib ketgan bo'ldi, bir so'mkamiz yutib ketdi. Uningga qaramadik. Shuning bilan bizni apmangdi. Bir saqchi mashinasida. Menga bu aş gardimondan chiqqan jarayonda shunda uzun bilinib ketdi. Aş qo'rqyapman amaliyotda. Ma dötligimdilla qo'rqimanda, ama ballalarimni o'ylashmay o'ltirib bu qarorni oldim, lekin nima ish bo'lganini bilmayman deb o'ylab, mush Turkiyada vaqtimda u vaqtida Vangbabad deylik to'rxona. Aşağıda aeroplan nimada jiq narsalarni ko'rgandim. Köygende siyasi panalık tilashga dair bir Mongolning qaytirilib ketgan bir Mongolning bir kichik yozmasi esimdidi. Aerodromdan chiqsa, onundaki ko'chmanlar idorasining bir cho'ng zaliga akirdi degan yerlari shu esimda qapqapdika. Shu bo'yicha mengildi yana. Baduq ve to'xtagan chaqda bir yo'g'on darvozani aşı içilgan ishchida degan aşı Afrikalik, u yerlik bu yerliklar bakı liq erdi yerliklarda ayol kishining tayini yo'q. Shuni olayli qo'rqib turmay yurak degan selib somkimizni qo'limizga kichik somkini saqchi ap qoldi. Ap qolgandiki udul kirib eliq yer turib ketdik. O 2010dagi siyosiy panolik tilash ya ko'chmalar siyosati shundaq bir bundaq mukammal emas vaqtlarga hozir unda emas deb angladim. Eliqi o'rinlashtirishni eliqi tala bunda so'g'aq bo'lmaydi. Biz yangi eliqi kelgandikan yozliq kiyim bilan Turkiyadagi issiq muhitdan kelgandikan eliqi Güneşning havası mayak tushgandikan. Simsim yağmur yağib o'tibdi. Eyli qizalning shunda so'g'aq. Voy, to'nglayapman, ballalarim so'g'aq o'tmasin deb quchig'im o'tag'izib o'zimga g'al titrayaptim. Juma kuni bo'lgandiki, shanba yakshanbada ishlamagandikan tarjimonlar saqlaydigan gapga. Shuning bilan saqlab o'ltirdik. Shanba kuni o'tdi. Yakshanba kuni o'tdi, dushanba kuni atdiganda, shanba kuni kechda anandikin aşağıdaki bir xizmatchi sen bak ballalaring bilan to'nglar ketding, bizning ishxonada yetib tursang bo'ladi, lekin soat 7gacha o'qinib ketishinglar kerak dedi. Dedik, aşağıda biraz bir o'rindiqlarning ustiga bir adyal teppadim, işte o'ltirib tong etib ketdi. Anandikin dushanba kuni atdiganda bir ayol keldi. O'rta Osiyolik ayolga Oy, assalomu alaykum degandi. Tas qoldim zot. Pong deb yig'lab ketdim zot. Deb. Anandikin o ayol bilan yana bir shu nimaninki ko'chmanlar idorasininki xodimi bilan suhbatda bo'ldik. Tarjimaga kirdi. Yo'l intervyusi deydi uni. Yol intervyusi bo'ldi shu sening nim bilan nima ish kelding, qanday kelding, pasporting nima ish yirtibding dedi. Asli pasportni yirtish bekli bir xatarlik ish, vizasiz kelganlar o ish qanday qaytarilmaydi, siyosat bor, qonun bilan o'zingni qo'g'disang bo'ladi dedi. Shuning bilan degan kallam anandikin o'zimni biroz bo'sh qo'yibdim. Qo'yib deydiganda deb bo'ldik. Onandikin o tügendikin resimge tushirganmiz, barmoq izi oldi. Anandikin 6 oylik vaqtlik turish kinishkisiga erishdik. Boshqa yerga yo'tkab ketdi. O yo'tkash jarayonidami o'pka tuberkulozniki vaksina urish, o'pka tuberkuloz tekshirish degandek jarayonlarni boshdan kechirgandikin boshqa bir 3 vaqt tomoqni nim qildigan yerga bordik. U yerda Uyg'urlar bor ekan. O jarayonda men
bizga anandikin Noas deb bir yaba şu yerden bir ögünüşlerini o'rinlashtirdi. Onun da şu siyasi panalık tilashni o'gitidiki. Qandaq siyasi panalık tilaysiz? Agar sizga rad bo'lib qolsa, qandaq o'zingizning huquqingizni qo'g'daysiz? Shunchalik bir insonparvarlik yordamga erishdik. Shunda yordamga erishdik. Hech qanday shaxsiyga tayanmadik, hech qanday tashkilot o bu. Chunki pul xashlab keldik. Pul xashlab kelish jarayonida haqqi tayansangiz, mushu bikadan bikaga o'zingizning pulini xashlab kelib, birsidan bir narsani qilsangiz keyindala o elaqay bir qarzuga odamgarchilik qarzu qaldika. Aniki siz ashuning bo'ysunishingiz kerakka. Shuning bilan unda qilmadik. O'zimizga tayandik. Kallingizga tayansangiz, o'zingiz har ishlarni hal qila olasiz. Onadaki men Uyghur tercümanlarını rad qilaman, mush intervyuda deb turib, cho'ng intervyuni men shu Norvegiya millatidagi bir tercümanni saqlab 10-oyda, 10-oyning oxirigacha men shu yerda uzun vaqt turib ketdim. Asli qisqa muddatlik o'ringa o kamp. Shuninglar saqlab, u odam kelgandan keyin shu intervyuni berib bo'ldim. Ondan keyin boshqa yerga yo'tkilib ketdik. Boshqa yerga yo'tkalgandan keyin u yerdan menga shunda tez javob chiqdi. Әмді Uyghurlar бар районға кетімен десең, ұзынрақ сақлайса, қандай қылса саңа орын қаяғы бөлінген ба деген, ашу өкімет нәгі бөлінсіге көрмен дедім. Bir hafta qalmay, javobini chiqib bo'lgandan keyin bir hafta qalmay bir kommunadan bizni qabul qildi. Qabul qilgandan keyin ashaga nim qildim. O'rinlashdik, ko'chdik. Ondan keyin o'qish, 2 yillik o'qish sistemasiga kirsiz til o'rganish, ularni o'rinlashtirildi. Ondan keyin oila jamlash faqat 18 yoshdan to'ban bolalarga qartildi. Ondan keyin ya eringizga, ya ayoliga qartilgan bir siyosatlarga. Ondan keyin shu yerlarda Uyg'ur yo'q, lekin özümüz şundaq tez tərəq qıldıq. Meyl til cəhətdən, meyl qaysı cəhətdən bolsun. Özünüzün küçüğü tayansınız, cıq işlağa imkaniyetiniz var. Lekin bu cəryan meni qanundan qançılıq yaxşı faydalanış gerek ekanligini hökumət ögütüş, həm özüm izlenip ögünüş cəryanım şunda bana əsqatdı. Eğer kevatqanlarımı deydi, bana qandaq qılsız, qandaq qıldınız dep. Men qandaq qilishimiz gerek. Men sizin qandaq qilishingizga emas, men özümning şu jarayonimni sizlar bilan o'rtaqlashish orqali özümning dötlükim ma yo'lni bilmaydigan odam. Hem bu yo'lni menga baxmagan odamdan maslahat so'rash o bir aqlsizlikka. Ya o'zingiz shu berib baqan odamdan maslahat elishingiz kerak ekan. Anadikin ma Yevropaga erkin sayohat bilan kirganlardan maslahat olmang. O siz erkin kirganlar qandaqsiz sizga o maslahatni bera oladi. Men ayridirimda siyosiy panolik tilagan xuddi sizlarga o'xshash. Saqchini izlabla ashunday qilgan. O erkin yurish fursati yo'q. O yalğan erkin yürüp, vay anda qılıp, mayan qılıp, manda qılıp degandek erkin onda qılamaysiz. Çünkü siz vezilik kemigen tursunuz, qandaqsiz ayırdırımdan çıkıta alaysiz. O yalğanlı gap o. Şununla aylıqı cıq adamlarga nisbeten siz özünüzün yolunu bişidi bilin. Ma kararını, çetelge çıkış kararı özünüz alısız. Andikin bu kararını eliş jarayonida çokum aql bilan iş qılın. Hemmiye dokurup mı andamı bazen devletler bilen devletlerninki okşamaydı. Mesela Germaniyan'daydı. O Germaniyan'da ayrıldırım şunda çoğun. Anandikin o bu meniş fırsatı bağ okşaydı dep başlaq dedi. Onu ben bilmedim. Ben Germaniyada siyasi panalık tilimigen. Ben Norvegiyada siyasi panalık tilidim. Şunun için deydiğim qeyrindaşlarım. Birisi pasportunu yırtmanglar degen gapni bana hiç kim demigen. Pasportunu yırtsanız ya keynigi çekiniş yolunuz yok. Ya aldığınızga nispeten hiç nimini bilmeysiz. Men şunda holatda acayipli bir hissiyatda bo'lib qolgan. Hozir mushu qaramliqim deydi chiqlar. Yo'q, dötlükim deb o'ylayman. O'zimning shu dötlükimga elimi Xudoning qudrati bilan meshadi qilib qoldim. Agar bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qiladim deb o'ylayman. Bir pasport, mayli Xitoyning pasporti olsun, bir pasportning bo'lishi sizning ya oldiga ilgirlashing'iz, ya orqaga chekinish yo'li. Mening hech qanday yo'lni qoldirmay o'ltirib, shu yo'lni bolalarim bilan dattikam deb atganligimni o'zim ajoyibli bir xil hissiyat bilan eslayman.
Şuna cık adamlar deydi bana. Oy siz baxtlikensiz. To'g'ri. Allah'ın kudreti bilan men bir şeyler yetip geldim. Türkiye'lerde söyleyip yürmeptim ben. Elim o dep oylayman. Şu vaqtlarda cıqlar degendi. Vay siz mishadi qap qolgan bo'lsangiz, savdo qilgan bo'lsak, jiq ishlarda hamkorlashatdik degan chaqdimi degandim men. Men yo'q, men muqim bir muhitni xohlayman. Andan keyin bolalarimni o'qitishni, o'zimga tayinishni xohlayman. Lekin kelgusiga nisbatan ozroq bir umidni ko'ramadim bu Turkiyada deb ashundaq javob bergandim. Lekin pasport yirtish shunchalik bir xatarlik ish. Xatarlik. Bu qonundimi? Mesela Norvegiyadami o'zining pasportini yirtish ajoyib jinoyat ekanligi aniq qonunda belgilama bor. Andan keyin yana birisi o'zimiz mas'uliyatsizlik bo'ladi ekan bu pasport yirtib etish. Andan keyin ba'zan yerlarninki havo klimatiga qaramay yo'lga chiqish bu bir chataq ish ekan. Gerçi keyin shu necha kundan keyin berdi. Keyin bergan bilan Aşı onun aldırıgı neçə gün acayip to'nglab ketgandim. Voy, bek to'nglab ketgandim. Elqi yazdı yepincha deganlarni cho'nglar deydigan. Voy Xudoyim, tasqaganda bir tağa tapsam yep baltim deb o'ylayman o'zim. Ashundaq. Anadikin elqi yazlıq kiyim bilan kelgandikin, aşı hukumatdan taqatgan shu kiyim, yatgan ko'pi taqatidi. Aşı taqatgan kiyimni forma qatarida kiydim desam ishinglar, shunchalik kechisi yuyimiz Kündüz kivalımız aşınçılık derecede vakitlerini ötküzgen. Anadikin aşı hükümet herkes xalqning qo'rqoq silişi o bo'ladin qo'rqmanglar. Men kelgan vaqtimda aşı qachoqlar yana aşı puldan yana mı undirish uchun aşı motaki telefon urib, aşının arasındaki bireylarga telefon urib, shu kelganlarning ichida shu Zulfiya ismli birisini nem qilganlar telefonini aldım. Ekrem ismli birisininki telefonu urup dike. Alsam, şu yani pul berişin kete, jenim bazı sana berdiğen, ısık jenim ba degendim. Keyneden anandikin, neç gün ötkende yeni bir qarım bakken, şu Norvegia'da Ömer dep. Şu qarım telefon urup, oya öyle tip balımız sizni berip bitirgan pulunu berip bitirgan dedim. Ben pulunu berip boğan desem, şu kaçak yoluna nerede pulum var desem, öyle Xitay konsuluğu berip bitimiz deydi. Kilemeyege, şu cinimni, ölügümni satıdığan yerini tapamayaklar, kilemeyege degendim. Anadikin koyu etken. Keyneden miyadi bir savaqdışım var, şu savaqdışım ardışıp aşının gep qıgandı. Manda depse sen boş adamı çıkılıp sapsa, ben savaqdışı dep. degan shunda ishlar bo'lgan. Shuningga maslak deydiganim o'zinglarning yo'lini o'zinglar tushuninglar. O'zinglar tanlamoqchi bo'lgan yo'lni o'zinglar beshida bilinglar. Natunish odamlarga nisbatanmi o'zinglarning ko'nglinglarda ma gapni demasligim kerak deb miyani ishlatinglar. Men ashundaq tahdidga uchirgan kap bo'libmi shu o'ylarmi chiqib bo'lgan vaqtimda bir mutallib ismli bireylen şu siz kampta vaqtingizda birisiga bir narsa deb ekansiz deydi. Voy, nima deb dema desam demaydi. Voy, shunda avar qilib ketgan eliq pushuldab telefon uradigan erlar, shunda askil qilib ketganlar bor. Men qonundan foydalanish shunda bilaman. Qarindoshlarim, cho'qqim o'zingizning qilayotgan ishingizni o'zingiz biling. Bu bir. Ikkinchidan qonundan foydalanishni biling. Tercüman o'rinlashtirib beradi. Tercümanni siz rahatsız qilgan tercüman bo'lsa, boshqa tercümanni ishiltiman deyishim huquqing bor deb turib, menga shundoq degan. Hech qanday saqchimi urmaydi, silkimaydi. Bu odamiylik jihat shunda insonparvarlik bilan, hurmat bilan bizni mushu hozirgacha mening hayotimdagi eng to'g'ri tanlashim, Norvegiyada qab qilishim, eng do'tlik qilganim pasportni yirtib etganim, eng do'tlik qilganim Aşı özü kepahmagan bir insanınki gepiga işinip, vay pasportunglarni yirtinglar, vay anadikin ben nimedin kem Türkiye'ye manda kelgan, anda kelgan deb bir yolg'ondilar bir narsani o'rgatsa, deb turib deydi, Xudoyim saqlab o gaplarni kallamni ishiltib turib demabdimi? Ba'zilarga deyman, biz osh qilib kelmadik. Biz hergiz Yevropaga osh qilib turib qochib Biz Yevropaga nima uchun qaçdik? Bexatarligimiz kapolatga ega emas boshqa davlatda. Tahdidga uchraymiz. Shuning uchun qaçdik. Hergizmi qo'sqimiz osh qilib qaçmadik. Turkiyaga qandaq odam bir ocharchilikdan chiqqan, pul bilan chiqqan Turkiyaga.
Şunda bir narsalarni o'rgatgandi. Hozir o'ylasam qo'rqim keladi. Eliqi burunqi men hozirgi men bilan selishtirib boqaman. Hergiz burunqi men dötmen. Hozirgi men eliqi bir odamga men o'zim o'rtaqlasha olayman sizlarga. Mushundaq bir erkin fursatni menga mushu Norvegiya hukumati bergan. Men bir odamga undaq yo'l ko'rsatib, undaq qilmayman. Lekin men o'zimning qilgan yo'limni hergiz yoshamay, mushtaq bir shaklda maxsus bir so'zlab qo'ysam deb turib o'ylagan. Chunki bekchiq odamlar ayrim xonamda mundaqmi, andaqmi, havo kelimati deb yomg'ir jiq yaqiniga deganda uyga yomg'ir yog'maydi dedim. Aşı turuş jarayonida 2 yillik o'qishga kirdi, ashning maosh berib o'qitdi, uyning ash pullarimi, uyning ijarasimi shu hukumatning yordami bilan to'lanib mangdi. Lekin o'zingizning mangan yo'lini cho'qqim biling. Faqatla bir bilmagan, faqatla o'qimagan, Yevropaga kapaqmagan odamlar sizga yo'l ko'rsatdi. Bu yo'l xato yo'l bo'lsa, o'zingiz beshingizni yeysiz. Moshundaq ish. Shuningga aqlingiz bilan ish qiling. Men hech qanday odamga eliqi xato yo'lni hergiz tavsiya qilmayman. O'zim mengib boqmagan yo'lni hergiz tavsiya qilmayman. Men ayırdırımda siyasi panalık tilgan. Hergiz sayat bilan kelib panalık tilimigan. Şunun üçün avoyliqi ayırdırımda siyasi panalık tilganlar hergiz eliqi mundaq erkin sayat bilan kelganlarning gapiga voy undaq qiling hamma odamda masala so'rab o'taman kalıngiz ishlasiniz yo turkcha yo yana bir necha eng qisqasi noas degan o'rin sizga aşı day qo'yib plastinka bilan anandikin bir qo'l mana yozgan xatlar va shuning bilan siyosiy panalık tilashni o'rgatadi. Anadikin dedim ben Türk vatandaşlık emas, Türk vatandaşlıkdakilar onda aşpaqılık qilmanglar, kelib baribir qaytırılıp gitsizlar, hukumatning sistemasi bilan o'ynashmanglar, qonun bilan o'ylashmanglar. Mening endi samimiy taklifim, agarda yo'lga chiqmoqchi bo'lsangiz, cho'qim o'zingizning qilmoqchi bo'lgan ishingizni biling. Hergiz dötlarcha, mening dötligim pasportni yirtqanim. Mening dötligim aşılaga ishonganim. Çünkü eğer ahli hoşum joyida olgan bo'lsa, "Ey mavu qara, bu seni puli bilan shu yo'lga savatgan bir qochoq tursa, palan pulga yo'lga saldi." Mushunda holatda bir biletlarla ishga amaliyotda biletni appaganlarga asli rozi qilsak bo'ladi, lekin haddidan ziyodi mushunda holatdagi oshpaqiliqlar, mushunda odamlar mening taqdirimni belgilasi qanday bo'ladi deb o'ylamaganligim. Aklınız bolsa sizni yo'lga salgan adam ya Yevropaga kelmasa, ya Yevropada boshqa ishi bo'lmasa, sizga yo'lni ko'rsatsimi, to'g'ri ko'rsatdimi, ko'rsatmadimi savol qo'yib yiqing. Har qanday narsaga savol qo'yib yiqing. Men mayaga kelib bo'lgan odam. Mening hech qanday bir sizga voy mudaqlinglar, andaqlinglar demayman. Men beshimdan o'tganda sizlarga deb berdim, o'rtoqlashdim. Hergiz pasport yirtmaslik kerak ekan to'q. Shu meni nim qilgan aloqa, men bilan suhbatlashgan shu saqchimi degandi. Aslida pasportni yirtmaslik kerak. Sen o'zingga nima degan nemisiz, mas'uliyatsiz degandi. Ash mas'uliyatsiz degan gapni takror qilib baqsangiz jih narsalar chiqadi buning ichidan. Rostli mas'uliyatsizlik qilib ekanman deb o'ylayman, lekin bu mening dötligim. Cho'qim aql bilan o'zingizning yo'lini biling. Jiq odamlar e'tirof qilishim kerak-ku men. Men dötligimni e'tirof qilaman. Mush ishda. Hayotda odam döt qilib qo'yadigan vaqtlar bo'ladi. Men shu 2015 ota-onam bilan ko'rishgan chaqdimi, singlimgami degandim. Ey, mening sizlar qanday qolib qoldinglar chet elda desa, menda so'ramas singlim. Nima ish qilsam mendan so'rab. Mening döt yo'limni hech kim tanlamasin deb o'ylayman deb turib degandim. Shuningga men e'tirof qilaman har qanday vaqtida-chu. Men bir aqlli ayol emas. Men bir döt ayol. Shuning uchun jiq odamlarga ishinaman, 100%lik ishonch bilan muomala qilaman har qanday insonga. Lekin hozir undaq emas. Burunlarda men har qanday odamni o'zimga o'xshash, o'zimning uyimda cho'ng bo'lgandek, mening ota-onam boqqandek shundaq muomalada qildim. Lekin har qitimliq osiylik ba'zi odamlar. Yana birsi, bu kelish jarayonimizda men bilan kelgan bir inson ashada necha kun jarayonda birsi bilan bir uyga kirib oldi. O'zining hayotini shu erga tonimaydigan boshqa davlatdagi bir er bilan bir uyga kirib oldi. Hayron qolgandim. Mundaqmi hissiyotlar bor ekan deb.
Şununğa hayatımda udulimga chiqib qolma, degandim. Men pul xərcləb turib, men iqtisadını kötürüb turib əgəgən bir insan. Əgər məşu nəsəmni körsəm, Allah'ın yolunda aşı vaxtıda səndən hesab alıman degan. Hüccətlərim var, mən hüccət qilib bəgəndi. Məşu pulunu hayatımda qaytırıb etmədim. Ömründə qaytıramaysan sən degandim. O fürsət mükəmməldi o degandim. Şununla deydiğim, bu yerdə siz özünüz olturaqlaşmay turib, hayatınızdaki başqa bir jörünüzni, o bolanı tanlaş işlərini hergiz qılmanglar. Hayatımda cek işler beşimden ötken, neçə yılın aldıda bir işini bilettim, lekin bu yakında bir, başka bir devletteki kamptaki bir kızlarını birisiga tanıştırıp dike, çoğunla bir adamga tanıştırıp, işimizi vatandaşlığı yok bir adamga tanıştırıp, şundak bir nikahlanıp keyin bu adam bana maskemeydike, kandamı sözümde alamayıvatıma degendi, tova sınılım. Siz bu yerga qap qilishingizmi ishi ayol olmay turib, nimaga bu ishni qilgansiz dedim. Shuningmi deydiganlarim, har qancha dig'irab kelsangmi, o'zingizning kelgusiga bir kapolatga erishmay turib, hargiz o'zingizning dattikam deb atma turmushingni. Bumi mening bir ona bo'lish sifatim bilan, bir ayol bo'lish sifatim bilan, bir Uyg'ur ayol bo'lish sifatim bilan sizlarga samimiy taklifim. Eğer tekkiniz olsa degen, lekin qonunluq degen, özünüzün kapolatga ega bo'lgan chaqda, turish rasmiyatiniz bejirilib bo'lganda, teksiniz bir ulgurisiz, lekin bu jarayon bir havoyi havisingizni biraz yig'ishtirib tursangiz bo'ladigan jarayon. Çünkü biz kelgusini bilmaymiz. Ret bo'lib ketish, o bu degan ehtimolliklar bo'ladi. Ret bo'lib ketsingizmi, eg'rayoq altingizda ashundaq yurib so'rilib yurish, ashundaq holatlarni ma'lum bir odamlar beshidan kechirgan. Mening ko'z oldimdagi men bilan bir yo'lda kelgan insonning qilgan qiliqlarimi yetib ochidi. Men buni ismini aytmay turib, faqat bir misol bo'lsin deb turib dedim. Hayotimda ochiq yerlarim bor, hayotimda shuningmi deydiganim qarindoshlarim, aqlingiz bilan ish qiling. Manga o'xshash do'tliq qilmang, savol qo'ying. Odamga ishonish degan narsani munda qilib etish kerak ba'zan vaqtida. Odam faqat miyari o'zi bilan tang bo'lish kerak. Men burunqi Zulfiyani hergiz izlamayman. Hozirgi Zulfiya bilan chiqishib o'tyapman. Hozirgi Zumrat Tursun bilan Zulfiya chiqishib o'tyapti. Burunqi Zulfiya kumbatdim. 4 Zulfiyani kumbatdim. Hozir hech bo'lmagan tafakkur qiladigan Zumrat Tursun bilan chiqishib o'tyapman. Men burunqi Zulfiyani hergiz izlamayman. Chunki hozirgi vaqtim, kuchlik vaqtim, aqlim bor vaqti. Shuning uchun har qanday yo'limni o'zim tanlayman, pushaymon qilmaydigan yo'lni tanlashga tirishiman. Yanımı deydiğim qarindoshlarim, aqlingiz bilan ish qiling, o'zingizning yo'lini o'zingiz biling, o'zingizning taqdiri o'zingizning qo'lida bo'lsin. Alloh desangiz, Allah'ın bu nimesi bilen mansınızmı, aqlingiz bilen bering. Çünkü 5 azayınız toluq, aqlingiz bolsa, her haq qila olganingiz siz cho'qim qila olasiz. Rahmat sizlarga.